Kolbasa mahsulotlari. Kolbasa tarkibida go'sht oz miqdorda, asosan soya mahsulotlari, rang beruvchilar ham ta'm beruvchi moddalar qo'shilgan bo'ladi. Uni ko'p iste'mol qilish jigarga zarar, jigar yog'li gepatozi, o't qopini dimlanishi, allergik kasalliklar chaqirishi mumkin. Go'sht mahsulotlari. Go'sht mahsulotlari. Qo'y go'shti, baliq go'shti bu sifatli hisoblanadi, tanada to'liq singiydi. Lekin mol go'shtining yog'i zarar. U qondagi zararli yomon xolesterinni oshiradi va aterosklerozga olib keladi. Uning oqibatida gipertoniya, har xil semirish va insult infarkt kasalliklari kelib chiqishi mumkin. Rangli ichimliklar. Rangli ichimliklar tarkibida o'ta ko'p miqdorda shakar mavjud va rang beruvchi moddalar mavjud. Bular allergik reaksiyalar chaqirishi mumkin, qonda qand miqdorini oshirishi mumkin, ortiqcha vazn semirishga olib kelishi mumkin. Chips mahsulotlari. Chips bu kartoshkadan tayyorlanadigan mahsulot. Bu esa kraxmal. Kraxmal qonga tushgandan keyin qand miqdorini oshiradi va o'z navbatida semirishga olib keladi. Semirish, gipertoniya kasalligi, allergiya kasalligi, oshqozon osti beziga yuklama, jigarda yog' to'planishiga va o't qopida safroni quyuqlashishiga olib keladi va uni sintezi buziladi. Fast foodlar. Fast food bu tez tayyor bo'ladigan ovqat. Afsuski odamga zarar. Uni tarkibida uglevodlar, mayonez, ketchup, kartoshka bor, kraxmal bor, ortiqcha transjirlar bor. Shuning uchun ham jigarda yog' to'planishiga olib kelishi mumkin. Ko'p iste'mol qilsa semirish kasalligiga olib keladi. Hayot sifatini saqlab qolishni xohlasangiz, unda zararli mahsulotlardan, zararli yeguliklardan uzoqroq yuring.